10%, 20% emas, 30%gacha aka. Shunaqa sizga foyda qilib beradi-yu, maza qilib olasizlar akalar. Konditsator qurilmalar to'plami. Bu qurilma o'zi nimani bajaradi? Bu savolni tadbirkor akalarimizda ko'p aylanib yuribdi. Bu qurilma haqida eshitdik. Lekin aynan bu qurilma nimani bajaradi va tadbirkor akalarimizga qanaqa foydasi borligini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Shundan keyin bir maza qilib olasizlar. Aka, va tushuntiraman. Tadbirkor akalarning og'zlari lang ochilib qoladi. Soddagina tushunarli aytib beraman. Buni asosiysi aka, masalan qurilmani qo'ydik. Undan oldingi qurilma qo'yilishdan oldin ularning kuchlanishi to'liq quvvatda 210 larga tushib ketgan bo'ladi. Masalan, bir misol tushib ketdi. Bu qurilmani qo'ydik, kuchlanishimiz yana oshib boradi. 220, 225. Uni qo'yganingizdan keyin turgan jihozlar shunaqa mazza qiladi. Masalan, qizib turib qiynalib ishlayotgan bo'lsa, bu qurilmani qo'yamiz, ular mazza qiladi, raslo-buxoy ushlab oladi. Aka, demak, korxonangizda o'rnatilgan qurilmalaringiz ushbu bizani konditsator qurilmamizdan keyin yana ham ishlash sifati oshar ekan va eng qiziq joyi moliyaviy tomonlama qanaqadir foydasi borligi haqida. Moliyaviy tomonlama akalarim, eshitamiz bu yog'ini. Qanchalik foizda akalarimga shunchaki foyda qilib beradi. Aka, mamnun qilasizlar aka, foizlarda aytaman sizga. 10%, 20% emas, 30%gacha aka. Shunaqa sizga foyda qilib beradi-yu, maza qilib olasizlar akalar. Demak, elektr energiyasi xarajatini 30% ga kamaytirishi, shunaqa qurilmani qo'yib qurilmalaringizni soz holatda ushlab turishni xohlasangiz, Budunerji kompaniyasiga murojaat qilinglar. Bizda shunaqa sifatli qurilmalarimiz bor, o'rnatib beramiz va sizni tadbirkor akalarimizga foydangiz uchun ushbu qurilmalarimizni zo'r qilib o'rnatib beramiz. Aka, sizlarni kutib qolamiz. Korxonadagi bratanlarga yuborib qo'ying bu narsalarni. Like, podpiskalarni esdan chiqarib qo'yinglar deganlari.